Assalomu alaykum barchaga. Nissan L7 Ultra mashinasi doimiy mijozimiz bo'ladilar bular. Xo'p, bu safargi xaridlarida head-up ustiga zashetka, воздушный filtr, salon filtr, masляный filtr hammasi o'ziniki, родной. Xo'p, bu safargi xaridlarda yana qilgan xaridlari 4 teshon obshivkasiga mana shunaqa ko'jalarni yopishtirib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. 4 teshoni ichiga silikon organizer solib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, ya'ni qiyshayib qolmagan. Hop, mana bu bokovoylariga mana shunaqa dajjiklardan ham ustulovka qilib berganmiz. Juda kerakli narsa, foydasi bor. Hop, rullariga silikon chexol qilib berdik. Mana bu head-up zashetkamiz bo'ladi. Hech qanaqa ovozlari chiqmaydi. Juda mustahkam bo'lib turadi. Hop, MagSafe zaryadkalardan qilib berganmiz. Hop, iPhone va Type-C bo'ladi. Type-C'larida hozir mana bu zaryadka qilib qo'yganmiz. Hop, pultlariga mana shunaqa temirli chexol qilib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Tegalari до конца ochiq emas, signal o'tadi. Mana bunaqa luqillab o'ynamaydi. Hop, monitorlarni upravlять qilish uchun mana shunaqa pultlarimizni yetib kelgan pult qilib berganmiz. Hop, bartagiga silikon organizer solib berganmiz. Hop, bu yoqda mana bunaqa veshilkalar qilib berganmiz. Bu narsalar paketlarni osib qo'ysanglar bo'ladi. Remellar luqillamasligi uchun silikon taqib yuborganmiz. Mana bu keyslariga ham ko'rsanglar bo'ladi. Hop, mana bunaqa podushkalarimiz kelgan, bo'yin yostiqlarimiz. Sifatlari juda yaxshi. O'tirganda komfort haqiqatda odam his qilar ekan. O'zimga ham o'tirganda sirazi bilindi. Hop, bu yoqda orqada xolodilniklariga zashetkalardan qo'yib berganmiz. Moshni bo'lib turadi. Sifatlari juda yaxshi. Bu ham hammasi qolgani o'tgan safarga qilgan xaridlari. Mana eshik organizerimizning orqa qismlarini ham e'tiboringizga havola etamiz. Hech qanaqa o'ynab ketib qolmaydi. Juda sifatli bo'lib turadi. Mashinaga xudo xolisa hamma kerakli ishlar, komfortli, udobstvolar qilib berildi. Endi mazza qilib haydab yuraveradilar. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tanlovda adashmaysizlar. USB Store'ga murojaat qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.